har kuni ertalab kichkina qoshiqda bir qoshiq oq kunjutni yaxshilab chaynab yutib yuboramiz. Bu nima qiladi azizlar? Bu suyaklarimizni baquvvat qiladi, ichini to'ldiradi, kalsiy bilan boyitadi. Undan tashqari bunday yaxshi ishlamayotgan miyamiz uchun ham juda ham ko'p yog'lari, fermentlari bor. Oshqozon chekkan yaxshi, hech zarar yo'q. Zarari qachon bo'ladi? Ichida toshi bo'lsa, tishingizni sindira olasiz, keyin menga negativ yozib berishingiz mumkin. Azizlar, foydali maslahat, tekin maslahat. Arzongina. 2 kilo olsangiz, qancha vaqtga yetadi. Mabodoki agar sizda grija bo'lsa, xontama bo'lmang, grijani yaxshi qilib yubormaydi. Grija bu mana bu grija deydi, mana u yaramas padaringa limonadni ko'ryapsizmi? Bu nervingizni siqqandan keyin buni dori-darmon bilan davolash qiyin. Eng yaxshisi manual terapiya, o'zim yaxshi bo'lib ketgan usul, masalan, grija uchun davolaymiz, murojaat qilasiz.